Alloh taolo aytayaptiki, "Ey, sen o'zingni oqlab o'tirmagan. O'sha kuni kim yaxshi yomonligi bilinadi", deyapti Alloh taolo. Bu dunyoda qo'yvor deyapti. Seni yomon desa ham indamagin deyapti. Sabr qilgin. Tortishma, urushma. O'sha kunda bilinadi, sabr qilgin. Kim haq, kim nohaq, kim halol yegan, kim harom qilgan, kimning qalbida iymoni bor, kimmikida yo'q. Alimat nafsum ma qaddamat va akharat. Avvalgi yo'q, keyingi hammasini ko'rsatib qo'yaman. Shoshmagin bandam. O'zini oqlaveradi. Oqlamang, Allohning oldida ertaga oqlashga harakat qiling o'zingiz. Men yaxshiman, men unaqaman, men yomonman deyishni bilmayman. Yomonmiz. Yaxshi emasmiz.